Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun biz Andijon viloyati Balish tumaniga qarashli 39-maktab hududiga keldik. Kelishimizdan bois biz shu maktabga 39-maktabga ko'p shikoyat, murojaatlar bo'lgani uchun kuzatib bir jarayonni bilgani keldik. Mana hozir 39-maktab binosidamiz. Tashqarida ichkariga kirib borishdamiz. Maktab jarayoni. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Tuzingizlar, ishlayapsizlarmi? Mana bu joyda. Kimsiz kim oldigan? Ism Xayrulloh, familiyam Tojiqulov. Kimga? Maktab direktorini yoniga faqat maktabda atrofini jarayonni video syomka qilgani. Ism Xayrulloh, familiyam Tojiqulov, o'zim blogerman, guvohnomam bor. Guvohnomangizni ko'rsam bo'ladi. Guvohnomani bor. Maktab jarayonidamiz mana. Kirish chiqish jarayonlari qabul qilish mana opada bo'lyapti. O'quvchilar kirish o'quvchilarga mana antiseptiklar, hamma narsalar bor, davlatimiz tomonidan berilgan. Maktabimiz kirish qismi. Mana bu joyda mana gulxonalar, tozaligi o'ta go'zal. Mana bu joyda mana o'quvchilar qo'l yuvganda yildan foydalanish uchun mana davlatimiz tomonidan berilgan mana sharoitlar. Qo'l yuvgani shunchalik sharoitlar o'quvchilar uchun, farzandlar uchun. Jarayonlar. Sakkizinchi maktabimiz holati o'ta go'zal. Hozir dars jarayoni ekan. Bu o'quvchilar darsdan tashqari holatda abitanka o'qiydi ekan. Maktabni sevib mana kelishibdi. Maktab tozaligi. Mana 9-maktab binosidamiz. Bu yerda mana dars jarayoni ekan. Bu yerga yaqin borimiz. Darsga xalaqit berishda xohlamadim o'zim. Men bu yerga kelishimdan maqsad o'ta ko'p bu Andijon viloyati Balish tumaniga qarashli 39-maktab o'ta pedagoglar kuchli, buni juda yaxshi bilaman. Maktab direktori o'ta chiroyli ish olib boradi. Bundan xabarim bor. O'ta ko'p murojaatlar tushgani uchun bu murojaatlar asosli yoki asossiz, shuni bilgani keldik. Buni endi mana o'qituvchilar, ustozlardan ko'rib bilamiz. Hozir ish jarayoni darslik uchun kirib bormadik. Namunali oila farzandi. Tozalik o'ta go'zal. Arzirli, maqtovga arzirli maktab bu joy. Joylar mana. Qani chiqib borishga harakatini qilamiz. Dars jarayonida mushit bermagan holatda.
chetdan kuzatamiz dars jarayonini. Hozir bu o'quvchilarimiz 10-sinf, opa? 10-A sinf. Aha. Jarayoni. Ustozlarda ish olib borish faoliyati. Bo'lib, mana elektronli doskalar bor. Sharoitlar o'ta go'zal, o'ta chiroyli. Pedagoglar, ustozlar. Ustozlar xonasi qayerda, opa? Зеленый лист есть, да? Вот красный лист есть. Dars jarayoni buzmagan holatda. Вот это лист лишнее, да? Вот это оштейка. Ошта biz nima qilamiz? Они одинаковые. Первая группа и вторая группа одинаковые. Значит, вот этот знак будем, ребята. Вот этот знак ставим между ними. Понятно? Вот. Поставили знак. Знак поставили? Хорошо. А теперь посмотрим на следующее задание. На последнее задание посмотрим. Что будем делать, ребята? Нет, это не домашнее задание. Это здесь будем писать. Hammamiz to'g'ri tushunamiz. Bu yerda faqat dars jarayonini buzmagan holatda oldik. Bu yerda mana ustozlar ish faoliyatida. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalom. Sizmisizlar? Kim bo'lib ishlaysiz, opa siz? Maktabda o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari. Aha. Ismim Xayrullo, familiyam Tojiqulov. Andijon viloyati Baliq tuman Sirmo mahallasidanman, o'zim blogerman. Sizlarda shu murojaatlar ko'pligi uchun biz o'zimiz maktab jarayonini o'rgangani keldik. Familiyangiz? Hamray va Zulfiya Hamidova. Mana opamiz bilan mana hozir video jarayondamiz. Vaqtingiz olsak bo'ladimi? O'tiring. O'g'il biz kelishimizdan maqsad bahs yo'lga o'ta ko'p nimalar chiqarmoq bo'ladi. Bu yerda murojaatlar kelib tushyaptiki, biz o'zimiz o'rganish qani izohli, izohsiz. Shuning uchun o'zimiz o'rgangani keldik. Batsionga murojaatlar tushyaptiki, murojaatlarning ko'pi xalq ta'limiga bo'lyapti. 39-maktab rahbari ustidan yozilyapti. Bu yerda mana maktab direktorining 20 yil ishlaydimi deyapti. Men bunga savolga javobni qanday aytaman? Yaxshi pedagog, yaxshi ustoz zo'r bo'lsa, cheklanmagan qonunda yo'q. 10 yil ishlasin, 5 yil ishlasin, 20 yil ishlasin degan bu narsani men hali eshitmadim, hali ko'rmadim men. Bu yerda aytayaptiki, maktab 750 o'ringa mo'ljallangan, hozir salkam 2000 mingta bola bor. Koridorlar to'sib, sinfxonalar qilingan. Mahalliy hudud qolib, qo'shni tumanlardan bolalar qabul qilingan. Pul evaziga deyapti. Bu viloyat rahbariga aytilgan, chora yo'q deyapti. Lekin bu Andijon viloyati Baliq tumaniga qarashli 39-maktabda qayerdan kelsa, biz Andijon viloyatida olishga majbur, lekin sharoitdan kelib chiqqan holatda. Lekin bu yerda opani 20 yil oshiq ishlagani, keyin deyapti, faqat deyapti, pul evaziga deyapti. Shu gaplarga sizning munosabatingiz? Maktabimiz o'zi 624 o'rinli. Hozir 2000 emas, 1,5 ming o'quvchi tahsil oladi. Haqiqatdan bir necha marta maktabda o'quvchilar soni 2 koeffitsiyentda oshib ketganligi haqida xabar berganmiz. Qo'shimcha bino so'raganmiz. Mahalliy byudjetdan qo'shimcha bino loyihasi ham menimcha tayyorlanyapti. Haqiqatda o'quvchilarimiz nisbatan soni oshib ketayotgan sababi bizda rus sinflar borligi evaziga. Endi rus sinflarida Chinobod hududi
to'liq bu tomon Sheralchikdan to Sizagacha, bu tomon Qo'shtepagacha bolalar kelib o'qiydi. Haqiqatan mana Oltinko'l tumani Qo'shtepa qishlog'i bizga yaqin bo'lganligi uchun ular Oltinko'l tumaniga emas, ko'proq bizga murojaat qilishadi. Naqadar ota-onalarning talabiga ko'ra hozir bizlar shu rus sinflarida bola soni ortib ketishi sabab munosabatidan bolalar oshib boryapti. Mana mahalliy byudjetdan bizga bino qurib beriladi deyapti. Biz ham sharoitimizdan kelib chiqib, unga qadar haqiqatan hesabxonalar tashkil etganmiz. Unga ota-onalar o'zlari yordam berishgan. Ha, bu gaplar, bu murojaatlar asossiz. 2000 ta bola yo'q, o'quvchi yo'q, asossiz. Faqat korrupsiya o'chog'i deyapti. Bu gaplar ham asossiz. Siz shundaymi? Biz masalan hech qachon nima olayotgan holatlar biz ustidan chiqmaganmiz. Hech qachon direktorda masalan hududda mana nechta bola bo'lsa biz qamrab olganmiz. Hududimizda ham deyarli hamma o'quvchilar shu rus sinflarida o'qiydi. Ota-onaning xohishi bilan to'liq hududni qamrab olganmiz. Hududdan tashqari endi o'quvchilarni qabul qilganmiz. Meni bilganim opa, qayerda bo'lsa ham, qaysi viloyat, qaysi tumanda bo'lsa ham, pedagog ustozlar zo'r bo'lsa, rahbar zo'r bo'lsa, u yerda zo'r ish olib boriladi va o'quvchilar soni o'ta yuqori bo'ladi. Men bu 39-maktabni, o'zim ham shu yerda farzand bo'lganim uchun 39-maktabni yoshligimdan beri bilaman. O'ta kuchli maktab. Rus tili bo'yicha ham, boshqa fanlar bo'yicha ham, musobaqalarga ko'p insonlarni bu yerdan 39-maktabdan ko'p insonlar, ko'p farzandlarimiz, ko'p ukalarimiz chiqqan. Bu bo'yicha masalan o'zimda ham guvohligim. Mana bu yerda mana Abdurahmon degan ukamiz bor, shu maktabda o'qidi, shu maktabda hozirda mana mashg'ulotlar olib boryapti, adashmasam. To'g'rimi opa, shundaymi? Yoshlarimizga o'quvchilarimiz maktabimizda mana ko'p o'quvchilarimiz mana prezident maktablariga bu yil mana 5-sinflarda diniylarga o'tdi. O'quvchilarimiz qaymoqlarga o'tib ketadi. Biz umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'lgani uchun o'qitishga majburmiz. Lekin shunda ham mana bu yil o'qishga kirish foizimiz 72% tashkil qiladi. Haligi qoldi bilimi past bolalarimiz qoldi deganimizda 72% o'qishga kirish safarbarlik berdi 11 sinf bitiruvchilarimiz. Shu hozir 44 ta o'quvchimizdan 33 tasi o'qishga kirdi, oliy o'quv yurtlarida mana bu yerga biz natijalarimiz mana viloyat olimpiadalarida qatnashadi o'quvchilarimiz, respublikalarga chiqyapti, Al-Xorazmiyaga, Ibn Sinoga kirganlar bor. Shuning uchun havas qilib chetlardan olib keladi. Bu masala bo'yicha o'quvchilar ko'p, xonalar kamligi bo'yicha Andijon viloyati Balish tumani maktabgacha maktab ta'limi rahbari Nazorat opa Mahsudovna men suhbatlashganda, gaplashganda hozir sizlarda qo'shimcha bino qurilish bo'yicha jarayonlar ketyapti. Hujjatlashtirish, xudo xolasa. Hokimimiz ham o'zi anaqa bergan, va'da bergan, shu mahalliy byudjetdan qo'shimcha bino tushirishga harakat qilyapti. Bu mavzular, bu yozilganlar hammasi asossiz. Asossiz. Bu 2000 ta bola yo'q hali bu yerda. Asossiz. Poraxo'rlik faqat deyapti, rus sinfiga deyapti, rus tilidan deyapti, rus sinflardan deyapti, ustozlar deyapti, rus tilida gapirishni bilmaydi dedi. Biz endi dars jarayonini bo'lishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun tashqaridan kuzatdik. Mana ustozlar bemalol rus tilida gapirishib, farzandlarga, o'quvchilarga rus tilidan muloqot qilib darsini o'tyapti. Buni o'zim shaxsan o'zim guvohi bo'ldim. Mayli, endi bu insonlarga hammasiga sabr tilaymiz. Sizlarning ishlaringizga omad, doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'quvchilar, farzandlarimizni doimo o'qitib zo'r o'qishlarga ketishlarini tilaydoshman. Rahmat kattakon. Sizga ham rahmat.